Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan nefrologiya va urologiyadan Potter-Squence holati haqida, ya'ni kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarda uchraydigan yomon kasallik. Endi buni biz gaplashib o'tishdan oldin Squence so'zi nima ma'noni bildirishini bilib olishimiz, ya'ni razbor qilishimiz kerak. Endi Squence degani bu ketma-ketlik. Ya'ni Potterga nima aloqasi bor deydigan bo'lsak, mana shu homilada bitta holat bo'ladi. Va mana shu bir holat boshqa kasalliklarni yetaklab keladi. Ya'ni ketma-ketlikda keladi. Endi bunda Potter-Squence'da qanaqa ketma-ketliklar uchrashi mumkin ekan? Bu yerda ko'ryapmiz oligogidroamnios. Ya'ni oligo degani kam va amnios. Ya'ni bachadonda amnion suyuqligi kamayib ketar ekan. Amnion suyuqligi kamayib ketgandan keyin endi ko'ryapsizlar compression of developing fetus. Mana shu rivojlanayotgan homilani, bachadonning ichida rivojlanayotgan homilani kompressiya qiladi. Nima uchun? Chunki bachadon hajmi kichkinalashsa, bu yerda mana shu amnion suyuqligi kamayib ketgandan keyin esa bu yerda bachadon homilani kompressiya qilishni boshlaydi. Uni harakatlariga to'sqinlik qilishni boshlaydi. Va nima uchun o'zi o'sha amnion suyuqligi kamayib ketyapti degan savolga javob beradigan bo'lsak, mana yerda Kauzit Bey. Ya'ni nimalar sabab bo'lar ekan? Ya'ni chronic placenta insufficiency. Ya'ni bizada o'sha platsentani yetishmovchiligi, surunkali o'sha platsenta yetishmovchiligi sabab bo'lar ekan. Biz bilamiz platsentaning vazifasini. Platsenta bu homila va ona o'rtasida bog'liqlikda ozuqa manbaini ta'minlab berar edi. Ya'ni aloqa desak ham bo'ladi. Platsentada muammo bo'lgandan keyin esa bizlarda bilamiz, mana shu amnion suyuqligi bilan bog'liq bo'lgan muammolar kelib chiqadi. Chunki endi bu yerda harakat yo'q. Onadan bolaga, homilaga harakat yo'q. Ozuqa modda bo'lsin, suyuqlik bo'lsin, o'tmaydi, qon o'tmaydi. Qon o'tmagandan keyin bu yerda amnion suyuqlik ham hosil bo'lmaydi yoki reduced renal output. Renal output degani mana shu bizda mavjud bo'lgan buyraklardan chiqadigan mahsulotlar. Biz amnion suyuqligi o'zi nima uchun ahamiyati bor deydigan bo'lsak, amnion suyuqlikda bola yutadi. Yutgandan keyin esa uni qayta siyadi. Peshob qilib chiqaradi. Ya'ni mana shunaqa sirkulyatsiya sodir bo'ladi. Ya'ni amnion suyuqlikda yutadi, bola keyin esa uni qayta siyadi. Peshob qiladi. Va peshob qilganidan keyin esa qayta uni yana yutib shunaqa sirkulyatsiyada aylanadi azizlar. Endi bu yerda biz ko'ryapmiz, renal output bo'lmayapti. Renal output bo'lmaganida, ya'ni reduce deyapti. Bu narsa sodir bo'lmagandan keyin endi bola o'zida ko'p miqdorda amnion suyuqlikni yutadi, lekin chiqara olmaydi. Va amnion suyuqligi kamayadi. Va mana yerda aytyapti, including autosomal recessive polycystic kidney syndrome, o'sha disease deyapti. Shunaqa holat bor. Ko'p miqdorda shu buyraklarda kistalar hosil bo'ladi. Bizlarda shunaqa narsa bor, ya'ni uretral bad deydi. Mana shuni oxiri to'g'ri rivojlanmasdan qolish natijasida o'sha sohada kistalar hosil bo'ladi, biriktiruvchi to'qima orasiga kiradi va bizada buyraklarda mana bunaqa kistalar hosil bo'ladi azizlar. Buyrak degan bo'lsak, mana shunaqa kistalar hosil bo'ladi buyrakda. Bu ham buyrak, ya'ni tashqi tomondan bor, lekin u vazifa bajara olmaydi. Ya'ni non-funksional bo'ladi buyrak. Va keyingisi obstructive uropatiya haqida gap ketyapti. Example, ya'ni posterior uretral valves. Valves degani bu azizlar bitta klapan desak ham bo'ladi yoki parda desak ham bo'ladi. Membranani remnant bo'ladi. Ya'ni mana uni siydik qopi deydigan bo'lsak, bu yerdan uretra ketgan bo'ladi. Uretra ketgan bo'ladi. Mana shu qismini posterior deydigan bo'lsak, mana yerda bitta klapancha hosil bo'lsa, mana yerda bola amnion suyuqligini yutganidan keyin uni chiqarishga harakat qiladi, ya'ni construction bo'ladi va bu suyuqlik qat-katta bosim ostida siydik chiqib, bola peshob qilish kerak edi homilaning ichida, bachadonning ichida. Endi bunaqa narsa bo'lmagandan keyin ko'p miqdorda o'zida qoladi azizlar. Chunki endi bu yerda klapan bor, klapan orqali tashqariga chiqolmaydi bu siydik. Tashqariga chiqolmaydi va bolada o'sha amnion suyuqligini qayta sirkulyatsiya qilmagani sababli ko'p miqdorda qolib ketadi. Bu narsa o'sha gidronefrozga ham olib kelishi mumkin. Tepada uretrda kengayib ketishlariga ham sababchi bo'ladi azizlar. Ya'ni uretra ham kengayadi.
mana bu yerda valvalar bor, ya'ni maxsus sfinkterlar bor, sfinkter yetishmovchiligiga sabab bo'ladi bu narsalar. Xullas shu. Va bilateral renal ageneziya deyapti. Bilateral degani ikki tomonlama. Ikki tomonlama o'sha buyrakda umuman bo'lmasligi. Ageneziya degani ya'ni u genezis rivojlanish, ageneziya va u umuman rivojlanmasdan qolgan degani. Ya'ni bizada hattoki o'sha bilamiz buyraklar murtaga hosil bo'ladi. Buyraklarning murtaga ham hosil bo'lmagan. Buyraklar hosil bo'lmagandan keyin mana u amnios yo'qligini yutib qayta uni peshob qilish orqali, siyish orqali chiqarish bo'lmaydi. Chunki buyraklar umuman yo'q azizlar. Va bolalarda nimalar uchraydi degan bo'lsak, bu yerda ko'ryapsizlar, o'sha kompressiya bo'lgandan keyin rivojlanayotgan homila limb deformities. Ya'ni limb degani qo'l va oyoqlarda deformatsiyalar kelib chiqar ekan, qo'l va oyoqlarda. Kompressiya hisobiga facial anomaliyalar kelib chiqar ekan azizlar. Qanaqa facial anomaliyalar deyapti? Lowset ear, ya'ni bolachani agar kuzatsak, mana quloqlari pastga tushadi. Ya'ni normada bu yerda bo'ladigan bo'lsa, quloqlari mana bu tomonga tushib qoladi azizlar. Va retrognatiya. Retrognatiya deganda mana shu jag'i orqa tomonda bo'ladi. Ya'ni mana shu mental qismi orqa tomonga ketib qoladi. Ya'ni normada o'sha prikus asal normada bo'ladigan bo'lsa, endi bu orqa tomonga kirib ketadi azizlar. Hozir rasmni ko'ramiz. Va flattened nose. Ya'ni burni bu yerda ko'ryapsiz, yassi burun. Normada unaqa emas, lekin burni yassi holatda bo'ladi. Endi va bu yerda o'sha ko'krak qafasi kompressiya bo'lganligi sababli va amniotik suyuqlikda fluidni yutyapti, lekin chiqara olmayapti. Mana shu narsa aspiratsiya bo'lib qolishi mumkin, ya'ni entofetalang. Va bu yerda o'pkasiga aspiratsiya bo'lishi sababli pulmonar gipoplaziyaga sababchi bo'ladi. Ya'ni gipoplaziya deganda bizada o'sha normada lang hosil bo'lmaydi azizlar. Ya'ni o'pkamiz rivojlanishdan homilada orqada qolib ketadi. Va mana shu azizlar bizada o'limga sababchi bo'lar ekan. Va bu yerda azizlar mnemonika tarzida aytyapti. Mana shuni yodlab olinglar. Potter. Ya'ni har bitta harfida mnemonika tarzida yozilgan. Pulmonary gipoplaziya biz tepada gaplashib o'tdik. Oligogidroamniozis, twisted face, ya'ni yuzlarda buzilish sodir bo'lishi, twisted skin, terida buzilib qolish, chunki u normal miqdorda amnios yo'qligida chiqarib ola olmayapti va u zahar sifatida bizada terimizga urib ketishi mumkin yoki normal rivojlanishda ham ortda qoldiradi azizlar. Va bu yerda extremity defect degani o'sha qo'l va oyoqlarimizda defektlar sodir bo'lishi mumkin ekan. Va renal yetishmovchilik ham sabab bo'ladi. Va o'zi bola tug'ilganda mana shu renal yetishmovchilik sababli mana shu tepadagi belgilar yuzaga kelyapti ekan. Endi mana yerda Potter sequence'da ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni flat facies yuzlari pastga tushib qolgan azizlar, ya'ni bu yerda ko'ryapsizlar, mana bu jag'i orqa qismiga ketgan, quloq esa normada bu tomonda emas, pastda bo'lib qolyapti. Bosh jihatdan ham, suyak jihatdan ham, ya'ni defektlar kuzatilyapti. Pulmonary gipoplaziya. Qaranglar, o'pkasi qanaqa shaklda maydagina. Ya'ni gipoplaziya bu endi normal funksiyani bajara olmaydi. Surfaktan ishlab chiqarib, bolani normal havo bilan to'ldira olmaydi. Tug'ilganda bola o'lib ketishi mumkin. Va limb deformity, ya'ni qo'llarini qaranglar va oyoqlarini qaranglar. Qanaqa deformatsiyalar bo'lyapti. Bu kompressiya sababli bo'ladi azizlar. Endi bunda o'sha trigger narsa bor. O'sha urinary tract anomaly, ya'ni ikki tomonlama buyrakda yetishmovchiligi sabab bo'lar ekan yoki PPROM deyapti bu yerda. Ya'ni 26 haftalikdan oldinroq sodir bo'lar ekan bu narsa. Ya'ni mana bu yerda aytib qo'yapti, preterm perilabral rupture of membranes, ya'ni o'sha bizada yo'ldosh platsenta bor. Mana shu platsentani membranasini rupture, ya'ni shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan holatda bog'lab beryapti bizga. Va bu yerda bo'ladi anuriya, oliguriya bo'lyapti va o'sha bizada xavfliligini oldirib beryapti, ya'ni oligogidroamniozis holatini. Va bu yerda o'sha fetal bola kompressiya bo'lib, mana shu biz sanagan belgilarni keltirib chiqaryapti. Bunaqa bolalar ko'p yashamaydi azizlar, chunki o'pkasida deformatsiya bo'lyapti. Bola bu o'pka bilan birinchi o'sha nafas havosi deymiz, nafas havosini ola olmaydi. Organizmni to'ldira olmaydi. Bu ochilmay qoladi va bola nobud bo'ladi. Sizlar bilan gaplashib o'tadigan mavzumiz shulardan iborat edi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa,
uzr so'rayman azizlar.